Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, Chorvosh bozor akalar, biz video syomkalarimiz Namangan tumani Tepao'ron qishlog'ida olib boryapmiz. Akalar, xudo xolasa bugungi naq bo'g'oz qo'ylarimiz kelgan. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha video obzor qilishga harakat qilamiz. Videolarimizga bitta like bosib, xudo xolasa kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishni esdan chiqmasin. Hurmatli obunachilar, akalar, xudo xolasa birinchi partiyamizga 4 dona xudo xolasa naq bo'g'ozlardan. Hammasi garantiya xudo xolasa bo'g'oz. Mana shu 3 ta qo'y xudo xolasa bugun erta tug'adi. Mana shu yilini xudo xolasa bugun erta tug'adiganini. Hurmatli obunachilar, mana yilini ko'ringlar mana. Naq xudo xolasa uchala qo'roniga naq, mana mo'loniga naq xudo xolasa. Bu ichga kechkira hurmatli obunachilar, lekin naq buniki. Qochgan 100% qochgan bu qo'yan. İnşallah xudo xolasa mana. O yosh oyliklari 4 tush, 6 tush, 8 tush bular. Mana shu 4 tush, 6 tush mollar. Mana 6 tush bo'lsa, mana 8 tush hurmatli obunachilar. Bo'y baslarini xudo xolasa 85 dan 90 ga olaverasizlar. Lekin naq qo'ylar xudo xolasa. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana shu chekkadagi mana shu ekizakchi garantiya deb berishgan, lekin tug'maguncha biz garantiya bermaymiz xudo xolasa. Mana yuzlarim o'ta tiniq. Mana 4 tush, 6 tush, 8 hurmatli obunachilar. Mana shu qo'ylarni xudo xolasa bugun erta tug'ish boshlaydi. Mana shu qo'ydan o yelini mana buniki ham ko'rinib turibdi. Mana hurmatli obunachilar. Bo'ylarni xudo xolasa 85 dan 90 ga olaverasizlar. Hech ham hijolatli jeti yo'q. O'lchab beradiganlar o'lchaban tashlab beraveramiz. Ya'ni o'zimligimga xudo xolasa salali bo'lib. Hurmatli obunachilar, mana shu qo'yda qonli grijasi bor. Xudo xolasa hech qanaqa xalaqit o'rmaydi. Xudo xolasa zo'r. Tug'ishiga, bola boqishiga hech qanaqa aniq to'sqinlik qilmaydi. Mana qo'ylarimiz o'ta gigant. Hammasi naq. Mana voy. Mana bunga naq. Hurmatli obunachilar. O ana shu qo'y xudo xolasa bugun erta inshaalloh tug'ib beradi mana shu qo'y. Xo'sh, hurmatli obunachilar, men videoni ko'p cho'zishni yomon ko'raman. Bo'ladigan bularni gapiraman. Bular narxiga keladigan bo'lsak, narxi bo'ladigan narxi 8 million so'mdan dastlabkasi Samarqandga ketaveradi. O'sha kanalda kuzatib deysiz, ozmas sayriga o'tib beraman. Bizda bo'ladigan narx qo'ylar xudo xolasa. Mana. Lekin xudo xolasa bir haftadan keyin mana shu uchalasi tug'adi inshaalloh. Bir hafta 10 kun ishlar. Mononiki bir oy, 1,5 oy, 2 oy bor. Uzog'i bilan 1,5 2 oy. Lekin xudo xolasa hammasi zo'r. Hammasi naq. Telefon qilaverasa, telefon qilgan odamning ishi bitadi. Endi navbat ikkinchi partiyaga. Hurmatli obunachilar, mana ikkinchi partiyamizda biri qo'chqor, biri urg'ochi. Mana qo'chqor stoygalarni ko'ringlar. O'ta zo'ridan so'raganlarga afg'on. İnşallah. O'ta go'zallardan so'raganlarga. O'ta go'zallarni. İnşallah. Stoykalarni ham ko'rishlari mumkin. Yosh oyliklar, 6 oylik, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa o'ta go'zal, ikkalasi ham. Boqsangiz zo'ridan boqing, mana shunaqasidan. O'ta krasavchik. Xudo xolasa yosh oylik 6 oylik, bo'ylarini 75 kg minusga olaverasizlar, xudo xolasa. Lekin hech qanaqa yeb ichishi sog'ligidan muammo yo'q. Ko'rishlaringiz mumkin. O'ta idealidan so'raganlarga. Mana stoykalari ham o'ta zo'r. Bunisi qo'chqor. Mana. Bunisi urg'ochi. Hurmatli obunachilar, men ham buni ko'p cho'za olmayman. Bo'ladigan gapni gapiraman. Xudo xolasa toza Qirg'iziston Bishkek qo'yi, o'zim olib kelganman. Ular narxiga bo'lsa, ikkalasini bir joyga bo'lsa, bo'ladigan narxi 1600 dollarga dastlabki Samarqandga ketaveradi. Bo'ladigan narx. Kimga ma'qul bo'lsa aloqa chiqaverasizlar. Navbat 3-partiyaga. Hurmatli obunachilar, mana 3-partiyamizga xudo xolasa 3 dona qo'chqorcha go'sht yo'nalishida xudo xolasa. Masalan, bular endi sotga tushadi deyish kerak. Xudo xolasa mana buni qulog'i uzun. Qulog'i xudo xolasa 19 chiqarish qo'yib qulog'i. Bittasi ozg'inroq bor, mana shu o'rtadagi, lekin nari ikkitasi o'ta danak. Bo'ylarni xudo xolasa garantiya 75 kg bo'lasizlar. Mana
Garanti 75 kilos. Uchalasi ham sog'ligidan yeb ichdan umuman muammosi yo'q. Ozna xudo xolasa qiyinchilik bo'lib o'tdi. Qo'ylar, lekin xudo xolasa yaxshi. Xo'sh, hurmatli obunachilar, bo'ylar 75 kilosga olasizlar. Yosh oyligi 6 oylikdan uchalasi ham bo'ladigan narxi uchalasi bir joyga 14 million so'm. Navodan yakka olaman degan odamga mana shu ikkala kattasini 5 million so'm, buni 4 million so'mga beraveramiz. Dastlabkasi mutlaqo berib qo'ying. Mashq qo'yib, qaragan odam xudo xolasa baraka topadi mashq qo'yga. Inshaalloh. Odam qarash kerak xolos. Azna mehr kerak mashq qo'yga. Lekin sog'ligiga yeb ishda umuman muammosi yo'q. Mana. Hammasi xudo xolasa tikadimda. Iyullarga xudo xolasa tayyor bo'ladi. Quvoliqa baqaman deganlarga ham tavsiya qilamiz. O'ta danaq qo'ylar bo'ladi xudo xolasa. Kimga ma'qul bo'lsa aloqa chiqaverasizlar. Bugunga bori shu. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha video olib berishga harakat qildik. Videolarimiz xato kamchilik bo'lsa oldindan uzr. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.